Allah'ın El-Mutekebbir degan isim sifatlari haqida tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa Ustaz Abdüveli Qari Rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nur aslida Allah'ın güzel isim sifatlarının kısaca tefsiri derslerinden Allah'ın El-Mutekebbir degan isim sifatları haqidagi tafsirlarini o'qiymiz inshaalloh. Ba'da'uzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın El-Mutekebbir degan isim sifatları haqida tafsirlar. Allah'ın El-Mutekebbir degan sifati Qur'onda bir qancha yerda tilga ilingan. Yani Sure El-Haşr'ning 23-oyatida tercümesi Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud berhak yoktur. O mutlak padişahtır. Yani bütün mahlukatның malikidir. Paktır. Yani hemme noksandan paktır. Müminlerge salametlik begişliğiçidir. Dostlarını qo'rqinishdan, azobdan amin qilg'uchidir. Hammani kuzatib turg'uchidir. G'olibdir. Qahr qilg'uchidir. Ulug'liq egisidir. Mushriklarning shirk keltirgan narsalardan pokdir. El-Mutekebbir boshqa narsalarning hammasini o'zining zotiga nisbatan haqir deb ko'rgan zotdir. Ulug'liq, buyuklik faqat o'ziga xos bo'lgan zotdir. Agar bundaq ko'rish sodiq bo'lsa, takabbur sifati haq bo'ladi. Kibrlik, ulug'liq Allah subhanahu va taolo xosdir. Bendining bu sifatdan ajratib oladigan ulushi qanday bo'lish kerak? Haqiqiy bandalarning ichida bu sifatdan ulushdor bo'lgan kishi Allah'ını tonagan, Allah'ını tonagandan keyin dünya muhabbetiga qalbidan o'rin bermagan kishidir. La ilaha illalloh. Qalbidan hech qanday dünya muhabbetiga o'rin bermagan kishi Allohdan boshqa har bir mavjudotning qarshisida turganda o'zini bu narsalardan fani his qiladigan kishidir. Yani şundala dünya onun oldida arzimas bir narsa bo'ladi. Hatta özünün ibadeti bilen hem Allah'ın rızasıdan ahiretteki cennetten başka narsani ümit qilmaydi. Fakat Allah'ın rızasıgıla intilidi. Allah'ın rızasının oldida dünyanın hamma narsasi, hatta ki ahiretteki cennet hem onun oldida e'tiborga ilinmaydi. Mana bu Allah'ın El-Mutekebbir sifatidan o'ziga ulush ajratib olgan zotdir. Albatta biz payg'ambarlarning hammasining bu sifatdan ulushdor bo'lganini aslimasdan o'tib ketolmaymiz. Xususan Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu sifatdan eng ko'p ulushdor bo'lgan zotki, o kişinin karşısına hemme dünyanı elip kelgende kalbiden hiç kandak orun vermedi. Kalbiden orun vermedi ki hatta Cibril aleyhisselam vadideki barlık tağlarını altınga aylandırıp berişini aytkanda razı olmadı ve dedi ki men kul bo'lgan bende bo'lishni xohlayman. Ana o kişi bu dünyanın karşısında El-Mutekebbir bulup turaladı ki o hayatı dünyanın barlık zib-i zinnetlerine aldanmasdan onu arzimas bir narsa hesapladı. Bu zatqa ergeçken hakiki ölümalar hem şu sifatdan ulushdor bo'ladi. Ularning qalbida har qanday keraksiz narsalar o'rin ololmaydi. Rabiyatul Adaviye bo'lgan tazi rical laqimini olgan valiye bo'lgan kishidan Allah'ını yaxshi ko'ramsiz
deb so'ralganda, "Ha, bakli yaxshi ko'raman" deb javob bergan. "Shaytonni o'ch ko'ramsiz" deganida, "Mening qalbimda shaytonni o'ch ko'radigan o'rin yo'q. O'rinning hammasini Allohning muhabbati bilan to'ldirdim" degan ekan. La ilaha illalloh. Ayni shular adovat va boshqa narsalarni haqir deb bildi. Ularning qarshisida Allohning rizosi oldida hech qanday narsa e'tiborga ilinmadi. Hamda ular jannat uchun ibodat qilayotgan odamni himmati to'van odam deb bilgan. Ular faqat Allohning rizosi uchun ibodat qilib, qilgan hamma amallarida Allohning rizosini umid qildi. Mana al-mutakabbir sifatidan o'lishdor bo'lgan kishilar mushundoq bo'ladi. İnsanның qalbini 99 qarang'ulik qaplagan. Bu 99 qarang'ulikdan islomga zid bo'lgan 99 axloqsizlik kelib chiqadi. Allohning 99 ism sifatini bilgan, mana mushundoq shaklda bilgan kishining qalbida bu qarang'uliklar ko'tarilib, ham uning natijasida axloqsizliklar yo'qolib, o'rnini islomiy axloqlar o'rin oladi. Ana mahluqotlar buning bilan o'rtaq bo'ladigan sifatlarda har qanday narsani e'tiborga olmaydi. Shahvat, yemak shahvati, turmush shahvati, bularning hammasi qarshisida turganda, bulardan g'alaba qiladigan kishi al-mutakabbir sifatidan ulush olgan kishi bo'ladi. Qur'on va hadislarda Allah subhanahu wa ta'alaning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Baqara surasining 34-oyatida tarjimasi: "O'z vaqtida farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi, takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi." Sura G'ofir 56-oyatida tarjimasi: "Shubhisizki Allohning oyatlari ustida o'zlariga Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qarisiga janjallashadiganlarning ko'kraklarida faqat kibri bor. Ular Allohning nurini o'chirishdan iborat maqsadiga yetolmaydi. Allohga sig'inib, ularning sharridan panoh tilagin. Haqiqatan Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir." Sura Shuara 111-oyatida tarjimasi: "Ular: Ey Nuh, sana tuvan tabiqidagi odamlar ergashgan tursa, sana biz iymon etamdik" dedi. Hadis shariflarda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh alayhissalatu vassalam mundaq degan: Allah subhanahu wa ta'ala mundaq deydi: "Kibir, cho'ngchilik, kattalik mening ridoyim. Kim mendan uni talashsa, ya'ni kibr qilsa, men uni halok qilib azoblayman." Hakim to'plagan sahih. Abu Davud 4092-hadis. Yana bir hadisda Payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq deydi: "Qalbida zarrachilik kibrlik bo'lgan odam jannatga kirmaydi" deganda, bir kishi birsi o'zining kiyimlari va oyoqlarining chiroyli bo'lishini orzu qildi. "Bu kibrlik bo'lamdi?" deb so'ragan vaqtda Payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq deydi: "Alloh go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'rdi. Kibrlik deganimiz haqni so'zlasa inkor qilish va qabul qilmaslikdir. O'zini cho'ng tutib,
boshqalarni ko'zga ilmay kamsitishdan iborat, dedi. Sahih Muslim 275-hadis. Yine Kur'an-ı Kerim'de Sure Zumar 60-oyatida tercümesi, Kıyamet günü Allah'a yalganlı çaplaganlarning yüzlerini qap-qara ko'rsan. Cehennemde mutekebbirlarga o'rin yo'qmi? Sure Nahl 23-oyatida tercümesi, Allah ularning yo'shirganlarini ve aşkar qilganlarini rastlab bilib turdi. Allah tekabburlik qilg'uvchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Elhamdülillah. Yuqorida Ustaz Abduveli Qori rahimahullah'ның Allah subhanahu wa ta'ala'nın güzel isim süpetlerinden El-Mutekebbir süptinin tefsirini anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.